Assalomu alaykum aka-ukalar. Qadrdonlar, akalar. Mol bozorida xunachilar qatoriga o'tyapmiz. Sekin hamma masjidda qisirdan xunachilarga qarab ketyapti. Hozir yana bola sigirlarimiz, bo'g'ozlarimiz ko'rsatamiz. Keyin sizlarga qisirlardan ham ko'rsatib qo'yamiz. Qisirlarimiz sigir bozoriga kiryapti. Pullari necha puldan bo'ldi? Sigir bozoridan rosa savdo bo'lyapti qizg'in. Katta buqalar tugatib, jonor yelin qaraydi. Yelin yomon katta narsa. Shu bo'g'ozmi bu? Ha, 8-chi gruppaga qo'yilgan bu xudajim bolasi bor. O bolasi xunajimmi? Ha. Bola nima? Gibridmi? Aka-ukalar 8-kuni buqaga qo'yilibdi. Ikkinchi bolasi. Mana bolasi xunajincha. Gibrididan. Necha pul berishyapti yana bolaga? Qancha berishdi? Endi chiqildi deyapti akalar, berishyapti. Katta qo'ralar. Uyda bermaydi. Aşağıdan bir qator tugatamiz. Necha pul bo'ldi pul aka buni? Bolasi nima ekan? Xunajincha bolasi. Bola xunajincha. Kelar. 34 million narx aytyapsiz, ozgina kami bor, kelishtirib beramiz. 34 million narx aytilyapti akalar, ozgina kami bor, kelishtirishi bor. 8-10 ta suti bor. Nechinchi bolasi bu? Bu 3-inchisi. 3-chi bolasi. 10 ta suti bor. 10 ta suti bor. Akalar 10 ta suti bor. Qayerda moli? Biz bosgan paytodamiz. Paytoda akalar zvoskadni moli. 35 kami bor deyapsizmi? Ha? 35 kami. Hali savdosi bo'lmabdi ekan. Endi keldi deyapti. Hali savdosi bo'lmabdi. Nomeringizni aytib bering. 94lik. 94lik 358 358 1380. 10 1380. 1381 ha? Yana bittasi. Aha. 94lik. 94lik 458 1381. U ham 458 1381. Ikkita nomerimiz bor, ishlab turibdi akalar. Aloqaga chiqaverasizlar. Bizni Begus kanalidan keldim deb telefon qilaverasizlar akalar. Oqstalar. Nemis. Shalpan qulog'i. Ha. Nech pul bo'ldi? Akalar 29 milliondan 36 milliongacha dedingizmi? 31 million. Ha, 31 milliongacha pul berishyapti ekan. 7-oyga to'ldi deyapti bo'g'ozlik akalar. Ikkinchi bolasi dedingizmi? Ikkinchi bolasi ekan. Mana teshig'i bor ekan. So'rovsi ham butun aka. Bo'lishdi. Turi putaylari ham butun deyapti.
29 milliondan 31 gacha chiqibdi akalar savdosi. Lekin hali ham sotilgan. Suti nechta bor suti? Shep 35 36. Hozirgi paytda nechta beryapti hozir bor? 8 ta sut beryapti akalar hozirgi paytda. Realni beryapti. Nomer qoldirasizmi? Ayting. 94lik 701 47 17 akalar aloqaga chiqaverasizlar. Kimga ma'qul kelib qolsa sotiladi mashina. Hurmatli aka-ukalar, bo'g'ozlar qatoridamiz. Estonimiz akalar. Gap bo'lish kerak odam. Tushunyapsizmi? Mana degan meni hisobimdan chiqish kerak avaz berish. Hozir buni Bu necha oylik bo'g'oz? 7 oylik. To'lganmi, to'liq? 7 oylik. Endi rizq 7 oygacha ekan. Ha, endi misol yurib Puli necha pul ekan? 40. Nechinchi qorin? bo'lsa 3-siga akalar 40 million aytilyapti akalar. Necha pul berishdi? 33 million berishdi akalar. Buni parodasi nima bu? Sementalmi? Semental akalar. Semental parodalik bo'g'ozimiz. 7-oyga hali to'lga yo'q, 6 oydan o'tgan lekin. bo'laveradi aka. 3-siga. Abram bitta mol sotaman ekan. Uni ham buni ham sotaman. 33 million so'rashyapti ekan hozirgi paytda. Mashina so'rayapti 33 ga. Barter bo'lyapti, boshqa molgami? Boshqa molga barter bo'lyapti akalar. Nomer qoldirasizmi tog'a? Nomer qoldirilmadi. Akalar nomer qoldirilmayapti. Men og'zimdan chiqqan gapni Hurmatli aka-ukalar, yana bola qatoridamiz. Bolasi Xunajin Shalpan quloq, nemisdan urib qo'yilgan shekilli. So'rab hozir nimasini qilamiz. Aka nech pulga kirdi bu? Aka 34,5 berishdi. 34,5. Onasi bo'g'ozmi? Yo'q, yo'q. Bo'g'oz bo'lsa. Bola gibrid, shalpon quloq. Nemisga urib qo'yilgan ekan bolasi sog'aydi. Xunajincha. Lekin buqaga o'xshab ketganda janovar. Hozirgi realni savdosi ashi narx bo'lyapti. Hozir berayotgan. Orqalarini ham bir qator ko'rsatamiz. Yuvoshligi yaxshimi? Ha? Xitoylar akalar. Chandi. Nech pulga kirdi bu? Nomeringizni qoldirasizmi shu? Boshqa yo'lda chunki. Nech pulga oldinglar buni? bilaman aka, shu o'pirmoq. 100 ming yo'q o'dadi. Kela mana ham olinibdi. Lekin 3-bolasi ekan. O Shavkatdan o'tdi. Osh ketib qoladi menga uni. Gap bermay yedirib 15 metrga beramiz. Sizlarga pul olmayman men, sizlarga pulman. Bo'g'ozmi bu aka? Nechinchi? 6 oy to'lib o'tdi. 6 oy to'lib o'tdi. Nechinchisiga? 3-siga akalar 6 oy to'lib o'tdi. 7-oyga qarab ketyapti akalar. Suti ham bor a? Yo'q, 15 litrga. Yo'q, men sizlar sotishmi? 15 litr suti bor deyapti akalar. 15 litr suti bor. Bu qirg'iz shekilli bu. Qirg'iz shekilli bu. Bo'g'oz ekan. Bo'g'oz. Ol bolaga sotdim, oling deyapsiz. Oling aka deyapsiz. Nech pulga so'rashyapti? Yo'q, yani sotib topsiringiz o'zi. 29 ga so'rashyapti akalar. Sotilmayapti. Bosh bir so'm bermay apga to'g'ri yozib. Hop bermaysiz.
Aka nechi pul bo'ldi? Yana bola? Nechi pulga kirdi? 30 milyon chekkan bu. 30 million chekan bu. Hali so'rasi. Bolasi nima? Xunajimmi? Bola xunajim. Novvosiga qo'yilgan urukkan. Urukka qo'yilgan akalar. 30 million nechi chekan deyapti akalar. Yopishib olyapsiz. Aha. Ko'tarildi. Nechinchi bolasi bu? Ikkinchi bolasi akalar. Ikkinchi bolasiga. Yeb ichishi hamma yo'g'i joydami? Nechta suti bor? 6 ta suti bor akalar. Ikkinchi bolasi, bola xunajincha gibrididan. Kimga ma'qul kelsa, nomerlarni qoldirib qo'yamiz. Nomeringizni aytib bering, shep. Nomer 93lik. 93lik. 111 111 95 55. 95 55 raqamlarga akalar bolalarni rostlaydi. Necha oylik aka bunisi? Qisirmi? Suti nechta? 10 ta sutga akalar, qisir. Nechinchisiga bo'ldi qisir? Uchinchisiga akalar. 10 ta suti bor. Xitoylarni. Janob, necha pul berishdi? 21 million. Ha? 21 million. 21 million pul berishdi akalar. 21 millionga sotilmabdi. Uni ustida yuqorisida yurganga sotiladi ekan. Bekus kanal nomi. Nomer qoldirib qo'yasizmi? 97lik. 991 991 87 85. 87 85 akalar. Akalar, yana bolalar qatoridanmiz. Bolasi nima ekan? Bolasi xunajincha. Cho'jani. Bolasiga ham bir haftalik bo'lib shekilli. 5 million. Ashnaqa. Ko'ring, charchabdi bolasi. Soskasini, qaranglar. Jonivorni. Mana qarang, bemalol tik. Tik. Soskasi yomon katta ekan lekin. Qo'lam charchamaydigan mana shu bosgan sari apparatni bosgan sari sof beradigandan endi akalar. O'g'rilar. Baklari ham. Bolasini qizg'anyapti bu. Jonivor. Necha pul berishdi bunga? 26 berishyapti. 26 berishyapti akalar. 26 ga sotilmadi. Nomeringizni ayting. 91lik. 475 Aha. 6650. 6650. Akalar aloqaga chiqarasizlar. Bolasini qaranglar, va jonivor. Qaysi buni bolasimi umi? Narigisi olasiz. Monosi. Bu qo'shilgan. Bu qo'shilgan akalar. Ikkovini ham yemayapti, ikkovi ham yemayapti mana shu onasi. Tug'ilgandan beri yemishyapti. Tug'ilgandan beri. Nechinchisiga bu? Hozir ikkinchisi. Ikkinchisiga akalar 6 kurak. Cho'l. Kishini ham ko'rsatdim. Mana bu 6 kurak akalar ikkinchisiga. Puli qancha ekan? Pulgami 45 million kam bor. 45 million. 15 ta suti bor. 45 million kam bor. 8 ta. Nechta beryapti? Nechta pul berishyapti hozir? Hozir 37 38 qilishyapti. 37 38 akalar. 40 kami bor. Mana o'zini radnoy bolasi. Mana yonidagisi mana qorasi yonidagi, lekin ikkovi ham yemayapti. Bu angusti bolasi bor. Xunajim ikkovi ham? Xunajim, bu ham xunajim. Bu angusti bolasi. Nobud bo'lib qoldi emas. Akalar nomeringizni qoldirib qo'ying. 93lik. 93lik. 908 908 22 20. 22-20. Aloqaga chiqaverasizlar akalar. Yaxshi zo'r sigirimiz bor ekan. Bolasi
Xunajincha ekan bolasi akalar. Kimdan ekan bu? Egasi kim ekan buni bilmadinglarmi? Sizlardan boshqa assalomu alaykum chachimasin. Puli qancha ekan buni boshqa? 30 million deyapti. 30 million. Ma'lumotlar nechinchisiga? Birinchisiga hali endi kurak chiqaryapti. Endi kurak chiqaryapti akalar. Birinchisiga 30 million baho aytilyapti. Nech pul berishdi? 26 million pul berishdi akalar. Qaranglar. Bolasi novvosmi? Bolasi novvoscha. Suti ham bor-a? Nechta suti bor? 8 ta akalar. 8 litr suti, bir chini qaymog'i akalar. Halol pok berayotgani. Kimga ma'qul kelsa, nomeringizni aytib berasiz. Bo'ldi. Mana bo'ldi. Akalar, mana shu molimizni mana molimiz egasi bitta odamning raqami qo'yilgan. Shu nomerga aloqaga chiqaverasizlar. Ha? Hozirgi nomer mana shu yerda qoladi. Hoji bolani mollari akalar, ikkovi ham, u ham. Nomerni qoldirib qo'yapmiz, aloqaga chiqaverasizlar. Hurmatli aka-ukalar, Golston sigirimiz. Bolasi bu ko'cha. Qaranglar. Bo'ylari akalar 1.40 tepasida. To'qol Golstonimiz. Nechta suti bor aka? 20 ta. 20 ta suti bor. 20 ta suti bor akalar. Nechinchi bolasi bu? 3-chi bolasi akalar. 3-chi bolasi 20 ta sutga akalar. Qaranglar. Nech pul berishdi? Puli qancha? 42 million. Nech pul berishdi? 42 million. Berishdi. Uning tepasida sotiladi. Akalar 42 millionga berilmabdi. Uni tepasiga yurganga sotiladi. Nomeringizni aytib yuboring-chi. Qoldirmaymiz. Nomer qoldirilmayapti akalar.